Bu futbolchi jahon chempionatidagi shon-shuhratdan ko'chada yotadigan bo'mish bo'lishga qadar yetib bordi va haligacha hech kim bu holatning asl sababini aniq bilmaydi. Uning ismi Adriano edi. Chap oyoqda pushka zarbasi bor edi. Istalgan joydan juda ham chiroyli gollar ura olardi. Inter uni imperator deb atardi. Uni to'xtatib bo'lmasdi, lekin kutilmaganda bir narsa o'zgardi. U mashg'ulotlarga bormay qo'ydi, qo'ng'iroqlarga javob bermadi, hatto kunlab yo'qolib ketardi. Inter uni ushlab qolish uchun hamma narsani sinab ko'rdi, hatto bolalikdagi do'stlarini oldiga olib kelishdi. Ammo hech kim asl sababini bilmasdi. Asl sababi esa yurakni ezuvchi bir voqea edi. 2004-yilda bir o'yindan so'ng u kiyim almashtirish xonasida turgan paytda telefon qo'ng'irog'ini oldi. Unga otasining vafot etganini aytishdi. U shunchalik qattiq baqirgan ediki, jamoadoshlari bu inson ovozi emas degandek hayratda qolishdi. U o'ynashda davom etadi, lekin u endi avvalgidek emasdi. Yillar o'tib bir jurnalist uni Riodagi ko'chalarda spirtli ichimlik ichayotgan va domino o'ynayotgan holatda topdi. Va nihoyat undan nega hammasini tashlab ketding deb so'rashdi. U javob berdi: chunki otam bilan birga quvonchim ham o'ldi.